defektologiya yo'li bu meni qalb kasbim, chunki men kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Har doim kasbimni rivojlantirishga harakat qilaman. Umuman charchash nimaligini bilmayman. Har doim xursand bo'lib yuraman. Haqiqatan ham bolalar bilan ishlash menga zavq olib keladi. Chunki har xil tashxisdagi bola bilan ishlaganimdan keyin har tomonlama men o'qib o'rganishga, rivojlanishga harakat qilaman. Chunki inson yaxshi ko'rgan kasbda ishlasa, albatta zavq oladi, energiyaga to'ladi va har doim xursand bo'lib yuradi. Kasbim orqali ko'p bolajonlarni tuzalishga sababchi bo'ldim. Allohning izniyle bolalar bilan ishlash menga zavq beradi. Energiyaga to'laman, chunki ular juda ham beg'ubor. Har bitta bola o'zgacha. Ular jajji qo'lchalari bilan meni qo'limni tutganda ko'zlarida bir olam mehrni ko'raman. Har bitta bola Allohning eng suygan bandalari. Kelajakda hayotda, jamiyatda o'zini o'rnini topishi uchun harakatda hozirdan boshlashadi. Kelajakda bu bolajonlar albatta barkamol shaxs bo'lib yetishadi.